Assalomu alaykum aziz do'stlar. Bugun haftaning shanba kuni, shunday bo'lsa ham master klass reja qilganmiz. Ustozimiz Gamidov Safar Isroilovich bilan birgalikda penil xirurgiyaga bag'ishlangan og'ir turdagi bemorlarimizda murakkab amaliyotlar reja qilganmiz. Bugun xudo xolasa 3 ta bemorimizda penil implantlash amaliyoti, ya'ni erektil disfunksiyani og'ir darajalarida ikkitasida 3 komponentli, bittasida 1 komponentli penil implantlash amaliyoti bo'ladi. Sishda qiynalib yurgan bemorimiz bor, ularga uretroplastika bukkani, ya'ni lunchdan olib uretrani plastika amaliyotini reja qilganmiz. Undan tashqari obstruktivniy azospermiyada urug' yo'llarini tiklash amaliyoti, ya'ni bu urug' yo'llarini tiklangandan keyin tabiiy homiladorlikka ham erishish mumkin bu bemorimiz. Va undan tashqari venozniy utechkani bog'lash amaliyotlari ham amalga oshiriladi. Kuzatib boringlar, bemorlar haqida batafsilroq istoriyalarda yoritib boramiz. Salomat bo'linglar, kuzatib boringlar.